Assalomu alaykum hammaga. Hammangizni kirib kelayotgan Hayit Qurbon bayrami bilan tabriklayman. Bu videoga bee'tibor bo'lmanglar. Chunki mana shunday muborak oyda turibmiz. Bir sevinch qizchamiz, bemorimiz og'ir ahvolda. Mana ekranda ko'radigan diagnozlaringiz hammasi kollej tekshiruvlar o'tgan. Haqiqatdan ham bu narsa men sizlarga hech qachon so'rab chiqmaganman bu narsani. Shu paytgacha kimgadir yordam qilganmiz, mana shu musofirchilikda kimnigadir uyiga yubordik, kasalligini davoladik. Shu holatlarda ham sizlardan men yordam so'ramaganman. Faqatgina duo so'raganman. Bu qizchamizga esa sizlardan ozgincha mablag' so'rayapman. Chunki operatsiyasiga $35,000 kerak ekan. Hozirgi holatda $15,000 pul yig'ilgan, yana $20,000 yetmayapti. Meni o'zim lutfan Arsenal komandasi qo'limizdan kelgancha bu insonga, bu qizchamizga yordam beramiz. 100 rubldan yoki 100,000 so'mdan yoki 100 so'mdan yordam bersalaring ham bu juda katta narsa bo'ladi. Bir insonni hayotga qaytarganimiz bo'ladi. Bu videoni tanishlaringizga, do'stlaringizga, musofirda yurgan do'stlarga yuborib qo'ying.